mavzu yuzasidan masalalar ishlashni boshlaymiz. Masala shartini o'qib chiqamiz demak. Tohirning ovqatlanishdan hosil bo'lgan energiyaning 1130 kilokaloriya miqdori tana haroratining doimiyligini saqlash uchun sarflandi. Tohir iste'mol qilgan oziq tarkibida oqsil miqdori uglerod miqdoridan 5 barobar kamligi ma'lum bo'lsa, oqsil va yog'dan ajralgan energiya miqdorini kilokaloriyada aniqlang. Ovqat tarkibidagi yog'ning miqdori 100 gram deb aytibdi. Bizda demak ikkita aniq ma'lumot bor. Birinchi ma'lumot aniq qiymat, aniqrog'i tana harorati uchun 1130 kilokaloriya sarflangan. Ikkinchi ma'lumot oziq tarkibida 100 gram yog' bor. Oqsil bilan uglerod qanchaligini bilmaymiz, lekin aytibdi, oqsil ugleroddan 5 barobar kam ekan. Massasi. Nazariy qismga qaytib qarab o'tsak, demak masalamiz shart shu yerda tursin. Tana harorati doimligini saqlash uchun sarflangan energiya ovqatdan ajralgan umumiy energiyaning bir qismini tashkil qilar ekan. Demak, 1130 bu yerda umumiy energiyaning bir qismi. Xuddi shunday qiymatdan ikkitasi to'qima organlarining hayotiy jarayoni normal o'tishi uchun sarflangan. Ya'ni mana bu joyga 1130 sarflanibdi. Xuddi shunday qiymatda mana bu yerda ikkita bor, 1130 plus 1130. 2260 bo'ladi. Ikkalasi yig'ilib 1130 ga 2260, 3390. To'g'rimi? Bu umumiy ovqatdan chiqarilgan energiyasi ekan. Biz shuni topdik. Topib oldik. Ana endi kattaroq joyda qiymatlarni ishlaymiz. Aniqlaymiz demak. Birinchi 1130 bu bir qism bo'lsa, 3 qism qancha desak, 3390 kilokaloriya ekanligi topiladi. Bu birinchi. Ovqatimizda jami shuncha energiya bo'lgan ekan. Ikkinchi qiladigan ishimiz, bizda ovqat tarkibida oqsil bor, plus yog' bor, hamda uglerod bor. Hammasidan chiqqan energiya 3390 kilokaloriya bo'lishi kerak. Oqsilni x deymiz, yog'imiz 100 gram, uglerodimiz oqsildan 5 barobar ko'p, 5x ga teng. Demak, yuqorida bir ma'lumotni yana aytish esimizdan chiqqandi. Aniqroq esimizdan chiqmaganda, ana endi fursat keldi. Moddalar parchalanganda ulardan energiya chiqadi. Masalan, 1 gram oqsil, 1 gram yog', 1 gram uglerod misolda ko'rsak, ikki xil qiymatda chiqadi. Birinchisi kikalda, ikkinchisi kilojolda. Kikalda hisoblasak, har bir moddadan 1 gramdan parchalanyapti deb hisoblaymiz. 4/1 yoki 17,6 kilojolda. Yog'dan esa 9,3 kilokaloriyada 38,9 kilojolda chiqadi. Ugleroddan ham xuddi oqsil singari bir xil. 4/1 ga 17,6 kilojol energiya chiqadi. Mana shu ma'lumotlar doim yodingizda tursin. Har biridan 1 gramdan parchalanganda kilokaloriyada hisoblanganda 4/1, 9,3, 4/1, kilojolda hisoblanganda 17,6, 38,9 yoki 17,6. Qaysidan qancha chiqishini bilib ol. Demak, bizda 1 kilokaloriyamiz to'g'ri keladi 4,2 kilojol qiymatga. 4/1imiz 17,6 bo'lsa, birimiz qancha deb proporsiya bersak, 4,2 kilojol chiqadi. 1 kilokaloriya 4,2 kilojolga to'g'ri keladi. Bu xuddiki 1 kilogramimiz 1000 gram deganday o'xshash birlik. O'xshash birlik emas, birliklari har xil, lekin qiymati bir xil. Qiymati teng. Endi buni tenglamaga aylantiramiz. Mana energiyasini bilib oldik. Bizda so'rayapti, kikalda aniqla. X larning oldiga kikaldagi qiymatni qo'yib chiqamiz. Kilokaloriyada. Oqsilimiz 4/1. 4,1 x qo'shilgan. Yog'imiz 9,3. 9,3 ko'paytirilgan 100 qo'shilgan. Uglerodimiz ham 4/1. 4/1 ko'paytirilgan 5x teng 3390 ga. Bu tenglamani ishlaymiz. Demak, hammasini qo'shamiz. Mana bu ikkalasi
qo'shilsa, demak mana buni ko'paytirib yuboramiz. Qiymatlarimizni keltirib chiqaramiz. Xo'sh. To'rtta bir x qo'shilgan 930 bo'ladi bu. Qo'shilgan 20,5 x. Mana buni ko'paytirsak teng 3390. Ma'lumlar bir tomonga, noma'lumlar bir tomonga o'tadi. Kichkinasi kattasi tomonga o'tadi. 930 bu tomonga o'tadi. Oldidagi ishora plus minus bo'lib o'tadi. Ikkalasi bir tomonda turgani uchun oldidagi ishora qo'shib bo'lgani uchun qo'shib yuboriladi. 24 6 x teng 3390 ayrilgan 930. 24 6 x teng 2460. X topish uchun 2460 ni bo'lamiz 24 6 ga. X'imiz teng 100 ga. X kimidi? Oqsil edi. Uglevod undan 5 barobar ko'p bo'ladi. 5 ko'paytirilgan x'imiz demak 500 bo'ladi. 3-ishimiz demak. Oqsilning massasi 100 gram ekan. Uglevodning massasi 500 gram ekan. Qanday kelib chiqqanligini menimcha tushundi hamma. Mana 5 ko'paytirilgan 100. 500. X'imiz o'zi 100. Bizdan so'rayapti. Oqsil va yog'dan ajralgan energiya miqdorini top debdi. Oqsildan ajralganini topib qo'yamiz. 410 chiqadi. Yog'dan ajralganini shunday qo'shib qo'yamiz. 1340. Javob